bersam maylimi? Assalomdan boshlayın avval so'zimni. Xush keldingiz aytayin so'z kalomimni. Xalqiga jon kuyar qutlug' qadamim. Siz uchun atadim shu yozgan she'rim. Karimov bobomdan bizga yodgorsiz. Mirziyoyev otamning ishonch tog'isiz. Har ikki prezident suygan insonsiz. O'rta Osiyo yuragi Andijonimning shon shuhrati. Jon vijdonisiz sizga duodalar. Ota-onamlar salom aytib yubordi katta dadamlar. Ko'p yashang, umringiz bo'lsin ziyoda. Andijonga bosh bo'ling, bizga kifoya. Qayda yo'qotdingiz maktabdan? Xo'joboddanmi? Isming nima qizim? Shahina. Bu qo'g'irchoq kamda bunga. Tilagayin desam nima tilarding? Siz Andijonga bosh bo'lsangiz, bizni boyligimiz shu. Voy. Asal qizim. Katta rahmat. O'zingga nima olib beray? Nima orzuying bor? Shu siz bo'lsangiz bizni boyligimiz. Yo'q, o'zingga deyapman. Qizim, o'zingga nima orzuying bor? Voy, men mana qam bo'lsaydi degan orzuying bormi? Ha? Ayt. Haligi bordi-yu. Nimadir yaxshi ko'rarding, unda ham bo'lsin. Ha? Meni 3 ta tilagim bor. Ha. Sen bajara olasizmi? Ha, bajaraman. Birinchisi, Ha. o'zimning shaxsiy kompyuterim bo'lishini xohlayman. Undan men chet tillarini o'rganyapman. Va chet eldan ko'p do'stlar orttirishni xohlayman. Xo'p. 2, mahallamda o'zimning shaxsiy kutubxonam bo'lishini xohlayman. Yosh kitobxon tanloviga tayyorlanyapman. Xo'p. Shunday kitoblardan o'qiyman. Aha. 3, men she'r yozaman. She'rlarim to'planib qoldi. Aha. Shuni kitob qilib bostirib chiqib bersangiz. Bay. Bu ko'ryapsizmi? Shunda shuncha dard-a. Avtomat. Ko'ryapsizmi? Bu ayta olaymi deb. Hozir qo'g'irchaqni olib jo'nataverdik-da buni. Men moliya kelmadim yetib. Yaxshi. Kompyuter, srochno bitta kompyuter. Ikkinchisi bu qaysi mahallada u? Beshqovoq Mafayina Birdamlik ko'chasida yashayman. O, qarang, hamma yo'g'ini bilyapti. Men ham uyimni ko'chasini bilmayman o'zimga. Aniqlaysan ko'chasini hozir hokim bilan gaplash. Qayerda joy bor? Ixchamgina bir anaqa qilib beramiz. Ana u nima hayot nimasidan sendvichdanchi qilyapmiz, hozir mahalliy idora qilyapmiz, boshqa zo'r qilib bir ixchamgina bunga bos kutubxona bo'lish kerak-da. Juda tez qilib berishimiz kerak. Ha, she'rlarini kim hisob kitob qilib chiqarib beraylik buni. Qo'g'irchoqni ham bera oling endi hozir. O'zi bo'ldi. Bu qo'g'irchoq endi senga nima deydi? Xamir turish. Shuncha darding bor ekan qizim. Sog' bo'lgin. Barakalla qizim. Qarang, bu isming nima edi? Shahina. Kutubxonasini ham nomini Shahina qo'yasizlar. Shahina kutubxonasi bo'lsin, bo'ptimi? Mana she'rlarini ham shunaqa, kitobini ham shunaqa chiqarish kerak. Davay chiqartirib bering. Kompyuterni bir olib ketasan, bo'ptimi bola? Hozir ber kompyuterni.